Judayam ko'p vatandoshlarimiz aynan Vnukovo aeroportidan video qilishimizni so'radi. Sizlar 3-4 kun avval judayam ko'p reyslar admin bo'lib, aka bugun nima bo'ldi? To'xtatmadi, to'g'risi. To'xtatdi. Bugun Farg'onada mana akalarimiz keldi. Necha kishi keldinglar? 4 kishi. Nima savol bo'layapti aka? Nimaga keldingiz? Maqsad deb so'rayapti. Maqsadingizni aytyapsiz. Patentingiz so'radimi, so'ramadimi? Patent so'radi. Rossiya ichindagi kuchli bo'lib qolgani uchun 14 kun ichida registratsiyani qilib, 20 kunda patentga borib topshiringlar. Mer Privilegiy mobil ilovasida patent uchun to'lov amalga oshiring. 123 promo kodi bilan siz xizmatlar uchun to'lovga chegirma olasiz. Ilovaga kiring, patent to'lovi bo'limini tanlang, patent ma'lumotlarini to'ldiring va promo kodni kiritishni unutmang. Keyin shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting, ma'lumotlarni tekshiring va to'lovni bosing. Operatsiyalar tarixi haqida ma'lumot har doim sizning qo'lingiz ostida bo'ladi. Siz uni patentni to'lash bo'limida topishingiz mumkin. Mer Privilegiy siz uchun faqat eng yaxshisi. Judayam ko'p vatandoshlarimiz aynan Vnukovo aeroportidan video qilishimizni so'radi. Bunga sabab biz sizlar 3-4 kun avval judayam ko'p reyslar admin bo'lib, zaddeshga bo'lganligi uchun va ba'zi reyslar boshqa shaharlarga qo'yganligi uchun Hayot Bey biz O'zbekistondamiz. Qaysi aeroportga bilet olsak bo'ladi? Aeroportda tinchmi? Shu haqida informatsiya bering. Iltimos sizdan O'zbekistondan kelgan reyslarni ham ko'rsating. Qabul qilyaptimi? Qanday savol-javob bo'lyapti va atpechatga olyaptimi degan savolga bir qator video davomida o'zingizlar ko'rib javob olsanglar bo'ladi. Sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Videolarimiz muntazam chiqishi uchun bir dona laykinglar akalarni mana shunday holatda bitta layk bosib, o'z fikringizni yozib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Xudo xolasa bugun 12-may aeroport Vnukovoga yetib keldim. Kelayotgan reyslarni обязательно ko'rsataman. Qaysi kompaniya va qaysi viloyatdan aynan Vnukovo aeroportiga kelayotganligini. Bugungi reyslar O'zbekiston havo yo'llari va qo'shimcha boshqa aviakompaniyalarga ham imkon qadar to'liq informatsiya berishga harakat qilaman. Har doimgidek bugungi videom sizlar uchun manfaatli bo'ladi. O'zbekiston 24dan bilet olish uchun O'zbekistonda qayeriga bilet kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga обращаться qilaverasiz, biz qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Agarda sizga taksi xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi nomer aynan o'zim akam uyingizdan olib aeroportgacha taksi xizmati ham bor. Birinchi o'rinda aytib o'tmoqchiman, atpechatga ketishda ham, kelishda ham olyapti. Buni aytib o'tmoqchiman. Shunga qo'shimcha 2 kun avval kelgan edim. Aynan 9 va 10 kuni 2 marta keldimda, faqatgina bileti bor insonlarni kirgizyapti. Даже сопровождать qilayotgan, kuzatayotgan insonlarni ham kirgizmayapti va kutmoqchi bo'layotgan insonlarni ham Vnukovo aeroport qo'ymayapti. Bugun kirib ko'ramiz. Xudo xolasa bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'ladi. Faqat sizlardan shu like и все akalarim. Ana unda bismillah deb videoni boshladik. Xudo xolasa ichkariga kirib oldik. Hammasi o'z iziga tushibdi. Kirishda hech qanaqa tekshiruv yo'q. Ya'ni demoqchi bo'lganim hali 2 kun avval kelganimda aynan aeroportda mana shu kirishda ham, birinchi etajda ham faqat bileti borlarni kirgizyapti. Xudo xolasa bugun hammasi tinch. Videoni o'tkazmay ko'ringlar. Bugun O'zbekistondan kelgan reyslarni ham Xudo xolasa ko'rsataman. Deganlar mana Tojikistonlik bizni muxlislarimiz ham bor ekan, ya'ni podpischilarimiz. Aka mana aeroport Vnukovodamiz. Bugun 12-may. Registratsiya o'z vaqtida bo'ldimi? Chotki vaqtida bo'lgan. Yo'q, hammasi zakon. Aeroport mana o'z bilgandek nima holatlar bo'lyapti? Kirishda boshqa to'g'risini aytib. Kirishda shu yurish turishiga qarab to'xtatyapti. Ahvoliga qarab. Xudosi bugun siz to'xtatmadingiz? Hech kim to'xtatgani yo'q. Gap yo'q. Uchtasini oldan Qanchadan beri kuzatasiz? ish boshlaganingizdan sizdan birinchi marta ish boshlaganingizda skidkasi bilan bilet beruvdingiz. Ha. Nima bizda olmayapsiz bilet? Buni через onlayn oldim. Ha, через onlayn. O'zingiz Endi bundan keyin onlayn tarzda mana shu nomerlarga telefon qilib, uyda o'tiraman, siz bo'laverasiz. Shunday Xudo xolasa. o'rgatib o'rdingiz. Gap yo'q. Tojikistondan, Tojikiston, Bapesh. Gap yo'q. Salomat bo'linglar, bo'lganingizga zakonni. Habeda Toshkent registratsiyasi bo'lyapti. Ko'p aka-ukalarimiz aka nima syomka qilmaysiz Habedani deydi. Mana Habedani ham syomka qilyapsiz. Faqat yukka e'tiborli bo'lsanglar bo'ldi. Hozirgi paytda bileti 7400 rubldan bo'lyapti. Stoykasi ko'p turganlarda 131 dan 133-stoykada bo'lyapti ekan. Samarqand ham bo'ladi hozir. Ular o'z vaqtida bo'lyapti registratsiya ko'rib turganlarda hammasi joyida. Aziz vatandoshlar, inshaalloh mana Toshkent registratsiyasi boshlandi. 32-8 hamda ko'rib turganlarda Buxoroda registratsiyasi boshlandi. Hammasi o'z joyida, o'ta ham go'zal deydi-yu. Stoyka 60 dan 51-stoyka aynan O'zbekiston havo yo'llariga uchadigan joylar. Va bir narsani ma'lumotni qabul qilinglar. Mana shu joyga kelganinglarda iltimos qilaman. Mana shunaqa so'mkalar bo'ladi-yu. Bitta 32 kilolik bo'lishi kerak aynan Toshkentga. 23 ga 8 uchayotgan bo'lsalar, bitta bo'lishi kerak. Mana shunaqa ikkitani bitta qilib olib borsanglar qabul qilmaydi.
lishniy pul to'latadi, ya'ni qo'shimcha bagajga to'latadi. Imkon boricha bittaga 32 kilo qilinglar yoki unda 23.8 uchasdan bittaga 23 kilolik qilishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Hozir shu yerda juda ham ko'p aka-ukalarimiz lishniy rasxod qilyapti. Kutisizlarni mana shu joyda, tepada ham bor. Mana shu holatda so'mkalar topshirib bo'lganinglardan keyin sizlar bitta ma'lumot o'rnida qabul qilasizlar. Yana mana shu 8 dan 17 ga kirib ketib qolmanglar. Har doim videoda gapiraman, bilmagan insonlar juda ko'p ekan. Baribir mana shu yerdan o'tiblar, mana shu yerda ekan deb ketib qoladi. Bu yerdan kirilmaydi, akalarim. So'mkangizni topshirib bo'lganingizdan keyin, ya'ni o'letingizni olib, mana shu ko'rib turganlardan ko'ryapsizlarmi? Mana yaqin qilib ko'rsin. 18 dan 31 deb qo'ying. Mana shu joydan pasport kontrolida kirib ketasizlar. Hech kim tekshirmaydi. Ayraba vunukani ichiga kirib olganlarga hech kim tekshirib, sizni bezovta qilmaydi. Lishniy to'lov joyi, ya'ni bagajga mana shu joydan to'lov qilasizlar. Xo'p, bagajga to'lov nech pul ekan? Sizlarga bilib beraman. Yalla xullas, O'zbekiston havolarida qo'shimcha bagaj nech pul dedi aka? 4000 rubl dedi. Akamiz hozir nalichka qilib keldi. Hozir akaga bir qator ko'rsatib beraman. Bankomatdan pulni yechib kelib, nalichka to'lanar ekan. Bagajda oshiqcha bo'lsa, imkon qadar harakat qilib, nalichka olinglar. Ishlarni bitta qilsangiz bo'lmaydi dedim. Baba akam urinib ko'ray dedi. Bordi va bittaga qo'shimcha bagajga pul to'layapti. Hisob 1-2 kilo bo'lsa shalqa. Agarda 20 kilo 15 kilo bo'lsa, mayli, stoyishi to'lab ketsangiz bo'laveradi. Shuning uchun uyingizdagi tarozi bilan aeroportda terozida farqi boshqa. Imkon qadar harakat qilinglar. Aeroportga kelgandan keyin bagajinglarni o'zingizlar tortib olinglar. Aka, men yoqqa yurasiz. O'zi borganingizda aytdimi sizga? Ha, bordim. Nima dedi? Bitta bagaj bitta qilib bo'lmas ekanmi? Jigarlar, mana ashaddiy podpischilardan Namanganda. Aka, bugun nima bo'ldi? To'xtatmadi, to'g'risi. To'xtatdi. Nima tekshirdi? Registratsiya tekshirdi xolos. Pechat tekshirgan yo'q? Yo'q, registratsiyani ko'rdi, ushlab qo'ydi qo'liga. So'rovga bormidi? Bor edi. Gaz. 5 kun suriga bor edi. 5 kun so'rab. Patent qilganmisiz, qilmaganmisiz? Qilganman patent. Patentingiz so'radimi, so'ramadimi? Patent so'radi, ko'rsatmoqchi bo'ldim, bo'ldi, qo'yaverdim. Tushunarli. Olmoqchi Registratsiyasi bo'lsa bor. Ular Toshkentga uchib ketyapti. Xudo xolasa Toshkentga ketyapmiz ekan. Nima gapsiz aka, mana biz musofirda ko'rayotganlarga. Bugun 12-may aeroport Vunuku ishlayaptimi? Reys o'z vaqtida ketyapti. Hammasi o'z vaqtida ekan, hozir topshirdim aka. Nimasi yoqmadi uni? Bu yaxshi, men har safar shu yerga kelaman, shu yerda uchaman aka. Qanchada bir borib kelasiz? Ha, bir 8 oy, 10 oyda borib kelamiz. Kelib, qanchada qaytib kelasiz? Bir 2 oy turamiz. Endi xudo xolasa bir ko'proq turish niyat bor. Nima bo'ldi, yoqmadimi? O yaxshi. Aka, Moskvada hozir manaqada dokumenti bordi, ishi olchi. Ha, Dokumenti zo'r bo'lsa kuniga 5000, 10000 ham ishlaysiz. Shu ko'chada bemalol yurishingiz uchun qo'rqmaysiz. Shuning uchun doim aytaman, akalar, dokumentlarni yuringlar. Rozimisangiz videoni joylasang, Namanganlik akalar. Namangan qayerdan? Namangan Toshbuloqdan. Toshbuloqlik akalarim. Ismingiz nima? Muhammadjon. Muhammadjon aka. Jigarlar ko'rib turganlarda mana Toshkent bagaj beryapti. Samarqand bu yerda bagajni olyapti. Bu yerda adashmasam havo yo'llari Namangan va Farg'ona keldi. Va hammasi yaxshi, hamma chiqyapti Farg'onaga. Ko'rib turganlarda Xudo xolasa hozir chiqishadi. Bugun Farg'onadan mana akalarimiz keldi. Necha kishi keldinglar? 4 kishi keldi. 4 kishi kelishadi. 1, 2 va akam. Nima savol bo'layapti aka? Aptechatga qanaqa bo'layapti? Savol-javob bo'layapti mana. Savol-javob bo'lmayapti. Tak, nimaga keldingiz? Maqsad deb so'rayapti. Maqsadingizni aytyapsiz. Tak, chap qo'ldan to'rtta panja qo'yilyapti, o'ng qo'ldan to'rtta panja, ikkita bosh maldoq. И всё. Bo'ldi ish. Boshqa gapsiz. Boshqa gapsiz yo'q. Bukvalno 15 minut, 20 minut. 15 minut, 20 minutda chiqishdi ona. Mana xudo xolasa hammasi yaxshi. Buni aeroportdamiz, ko'rib turganlarda. Faqat bu akalar emas, juda ham ko'p insonlar chiqishyapti, ko'rib turganlarda. Bemalol aeroportga kelsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Tinchmi? Tinch. Reyslarmi, bo'lmayaptimi? Всё путем. Ya aka, yomon ruslar, yomon qilay. Qarayman, O'zbekistonning gulosini olib kelishdi akalar. Qadiki aka, bismillah. 2 dona yeyman. Ma'lummi? 2 dona. Rozi bo'lasizlar. O'zingizlar qadansiz, siz qadansiz? Hamma bitta joyda. Ruschani bilasizmi aka? Ma'lumot o'rnida qabul qilib, hozir Rossiya ichidagi kuchli bo'lib qolgani uchun 14 kun ichida registratsiyani qilib, obязательно uyga qo'yinglar, 20 kunda patentga borib topshiringlar. Xudo xolasa. Xudo xolasa shunaqa gaplar akalar. Foydali bo'lib qoladi. Jigarlar mana O'zbekistondan kutib olish uchun 5A stalbi, hammasi o'zimiz aka. 7A deb qo'ygan, mana shu joydan kutib olsanglar bo'laveradi. Shu yerdan chiqishadi, mana shu joydan. Jigarlar, inshaalloh bugungi videomiz sizlarga foydali bo'ldimi? Qo'limdan kelgancha harakat qildim. O'zbekistondan kelgan reyslarni ham kutib, sizlar uchun informatsiya qoldirishga harakat qildim. Bugun 12-may, xudo xolasa kechki paytga soat 8:40 da qaytyapmiz. Keyingi videomiz qaysi aeroportdan bo'lsa, obязательно yozib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lib, hali ham like bosmaganlar, bosib qo'yinglar. Bepul. Like'lar bepul. Instagramimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga kunda video joylayapmiz. YouTube'da 2 kunda bir joylayapmiz, lekin Instagramda
har kuni 2-3 ta video qo'yib turibmiz. Allohga omonatlar, sog' salomat bo'lasizlar.